Arman? Sabah? Sizga qapsiz-ku. Kelsam bo'lmamdi? Albatta bo'ladi, sizni qarshi olaman. Voy, siz demagina, sen davira kunolmaydiganman. Ma'qul. Kiyim-kechak olib kelganmidan? Kostyum olay deb kelgandim. Kostyum. Jira. Qanday kostyum oladdan? Men eng qimmat, eng yaxshisini olatdim. Qara, mushlarning hammasi vaqo bizning eng yangi pasollarimiz. Kimga oladdi? Muhim birsiga. Demak, cho'g'im, qancha yoshlar atrofidagi odamga olading deyman. Albatta, yosh, kulishga odamga olmanda. Qarg'an muhabbatdan olgansan-da. Ishda desakmi bo'ldi. Ko'ra. Unda olsa, manandan olay. Man olay. Mane. Yana manandan birni. Mushlarning hammani olamsan? Ha. Qancha nomerlikni kiydi? Sen nechinchi nomerlikni kiysan? Men 48ni kiyman. Men bosh nomerni olaman. Ma'qul. 48 ga. Bu 48 ga. Sabah? Mana kostyum. Sen tanlagan yan bir pasonning numurtiga ketibdi, hozir balla iskilat qilmangdi. Birdamki sen nerede bo'lsang, men shu yerga o'zim yetkazib beray. Ha, ma'qul bo'ldi. Qancha pul oldi? Bahası 60 güzellik koyapti ekan. 60 ko'lam bersan oldi. Pulni to'liq aytdim. Voy, nimishqa? Chunki men bu kostyumni muhim odam uchun oldim emasmi? Uning uchun nima ish qilsam arziydi. Qizni qizib oljimonsan. Amas bu qiziqning ko'nglini qabul qilay. Sen buni menga bermoqchiman? Men berma demadim, sen sovg'at qilaman. Ala, ashta bo'lsin amsa. Sabah. Bunda qilsak rostil qamlashmaydi. Qamlashmaydigan yeri yo'q. Sen shunda yaxshi. Amaliyot uchun sen hamma narsaning eng yaxshisiga loyiq. Turmushning shu. Ala. Sabah, bunda qilsak rostil qamlashmaydi. Joyli qilib turganmig'ini, jiqishlat avar qilman sen texi tanishib ketadi. Ashta bo'lsin ha. Haras. Bugun chashbasining bek yarishibdi. Xo'sh. Vay. Ha, Aynur yaxshimi? Voy, xotirjam bo'ling, men Armog'i bir munch xizmat ishildim. Yan texsizning bir munch yaxshi gapangizni qilib qo'ydim. Ko'rishaylik. Ma'qul, yarim soatdan keyin sizni og'il boray-a? Ma'qul, xo'sh. Qiziqdi. Qiziqdi. O nima dedi? Avval xush xabar anglamsiz, shum xabarmi? Shum xabarni anglab boqay. Sizning gapingizni chiqarsamlar, u achchiqlab ustalga mushlab ketdi. Yantex a do'stingizni qo'shib tinladi. Xush xabarchi. Xush xabar desangiz, yaxshi yeriman psixologiya o'rgangandan. Men uning bilan qanday paranglashni obdan bilaman. Qanday paranglashdingiz? Men avval uning o'zini ozroq besigilishini, tinchlanishini saqladim. Birdan keyin men uningga sizning pushaymon qilganligingizni, uni deb to'kishib ketayotganligingizni ta'sirli qilib so'zlab berdim. Ta'sirlandim. Hey, erkish mangu cho'ng olmaydigan bola. Erlar o'zi uchun bir ayolning yosh to'kayotganligini anglasa, o'zini xuddi utuq qazib ketgandek his qildi. Armon boshda bo'ldi. Chandamaslik shunda tirishdi taxi. Sizga nima deb rahmat aytishni bilmadim Sabah, ammo bak xush bo'ldim, rahmat. Menga hozircha rahmat aytishingizning lozimi yo'q Aynur. Lekin mashlarni chondirib qo'ysak bo'lmaydi, jumo. Shu bir mazgil Armon bilan ko'rishmay turing.
Arzu degan do'stingizga deb qo'ying, Armon izdimisin. Bo'lmasa bitay degan ish butunlay buzildi, jumi? Tushundim. Ma'qul. Har sabah sizjo iliqi tamoq to'shaydigan shirkatingizni ejyotamsiz, cho'nglarjo? Ha, shu shirkatni ejyotiman. Opam bir yil tugab ketgan. Dadam tijoratchi. Dada degan qizaloq amroq bo'ldi. Siz yana baxtli ekansiz. Dadam bu menga amroq. Lekin men dadam uncha amroq emas. Nemishqa? Bilmayman. Balkim kichik vaqtimda ular tijorat deb aldirash yurib, menga ko'ngil bo'lmaganligi, mehr muhabbatdan bermaganligi uchundir. Sizga desam, men ota-onamni yaxshi ko'rib boqqanimni aslayolmayman. Kichik vaqtlarimda ulardan qo'rqatdim. O'smirlik vaqtimga kelganda bo'lsa, ular bilan qarshilashadigan bo'ldim. Keyin opam tugab ketdi, dadamga qiyirliq yetdi. Men bu ishlarni har bir aslasam ko'nglim yerim bo'ldi. Menda ularga nisbatan har xil tuyg'ular bo'lib baqdi. Lekin yaxshi ko'rish deydigan tuyg'u yo'q. Meni hozir gaplarimni balkim siz emas, oliyjanob odamlar anglasa men cho'qim vafosiz bola deyishadi deyman. Sabah bir ishlarni bechiq o'ylab ketmam. Cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Haras, siz to'y qilmasmi? To'y qilmadim. Rost gapni desam bog'u, mening to'y qilg'im yo'q. Nemishqa? O'ylab boqmamsiz? Hozirgi erlar ayollardek tirishchan, chidamliq bo'lmasa, ayollar allaqachon o'ginishda olsun, xizmatda olsun, erlarning oldiga o'tib ketdi. Buni erlar e'tirof qilmay hech qanday amali yo'q. Hali qaroq ichib, po'yitishdan boshqani bilmaydigan erlarning qo'lidan nemish keladi. Ular mangu to'yan darajada yashaydi. Men unda o'g'illar rost qilsam faqat qiziqmayman. Lekin hech qanday atrofimdagilarning hammasi ashta erlar. Unda erlar bilan to'y qilgandan mangu bo'ytoq jugunim yaxshidu. Unda demang Sabah, jiq o'ylayapman. Yaxshi erlar degan texi jiq, xuddi bizning Armonga o'xshash. Teginingizga to'g'ri Aynur. Lekin nimishqikin, men Armondek balani davomli boshqalarga tatqizib qo'ymay qaram. Unda demang, cho'qim yaxshi uchraydi. Qani mevlarni yaxshi Sabah. Aytqiningiz kelsin. Hey, bu qayg'ıvatıdı. Barayның tamaqты vaqtida әкеп berələrmi? Әкеп берәләме? Барайның тамағыңыз не? Асмандың пычақ жақсымы әкеп береді? Şundamı? Шунда? Сіздің еніңізгі бары мә? Күлдірмам ямғырдың мұ маңы мә? Сомкамғы мәкем сіліп тамағыңыз? Қиш я соғықтың мұ маңы мә? Мәйлі ұзы мәйлі қысқы мұсапты. Әрі вақыт сізгі мұллардың мәтті. Мәйлі веспі мәйлі маңа кияды. Bir demde ayal bulmayı var mı? Men baray, kez baray, çok baray. Yanımızı kalmadı men baray, kez baray, çok baray. Baray. Ben kulib ketdingiz qaqa? Qarang, men sizga o'qib beray, ya. Tom bilan Mariya yo'lda ketyapti. Tomning bir qo'lida qapaz, yana bir qo'lda to'xu bor edi. Bir chaqda Mariya, "Tom, men qo'rqyapman" dedi. "Nemidan qo'rqyapsiz?" deb so'radi Tom. "Meni so'yib olishingizdan qo'rqyapman" deb beshin to'van soldi Mariya. "Lekin bir qo'limda qapaz, yana bir qo'limda to'xu bor tursa, sizni qandoq suyalaydim?" dedi Tom. Mariya bu savolga, "Av qo'lingizdagi to'xuni, mav qo'lingizdagi qapazga silaversingizlar, maqsadingizga yeta olasizmi emasmi?" deb javob berdi. Qanday qiziqmiki? Bo'ldi aka. G'uljining chaqchaqlariga yetmaydi ekan. Lekin chu qarang, men bu yerda ayollarning bir xil g'alitligini bayqadim. Ham yoqtirib qoldim. Qanday deysiz aka? Ko'pincha ayollar mush Mariyaga o'xshash nima o'ylig'ini udulla demaydi. Agitib deyishga amroq. Shuning bilan erlar buni tushunmay qiyib ketadi. Bu deganingiz to'g'ri. Qay vaqt biz ayollar erlarning nima o'ylaydiganini menga bilmaymiz emasmi? Shu, ayollar turmushim qiziydi juma. Ha? Aras aka ilk asarning oxiri qanday bo'ldi? Yizyapman.
Hozir sizning taklifingiz bo'yicha er ayol ikkisining turmushini yaxshilashni ko'yga tushyaptimi? Bək yaxşı qıpsız aka. Lekin Nima lekin? Lekin mening bu ayolni bundaqlik qo'yib etkim yo'q. Qiynig'im bor. Shundaq bo'lganda teximi qiziydi. Biroq aka har qanchasimi yo'ldishi ayoldan o'chib emas. Yo'q. Buni boshqa bir ayolning qo'li orqali qiynamoqchi. Boshqa bir ayolning qo'li orqali? Shundaq. Ko'p ballarda ayollarning azobiga ayollar sababchi bo'ladi. Ayollarga ayollar eng cho'ng azor beradi. Xuddi ular uzoq yillik doktorlardek og'riq manbasining nada ekanligini aniq biladi. Hey dada. Voy balam. Ma Erpan qaytib kelgan necha kun bo'ldi biz izlab qo'ymabsiz-ku. Voy dada, unuga men telefon qilamdim. O'g'lal o'g'anki menga telefon qilsam-mamdi. Ay balam, o gaplarni qilmay. Har safardan kelgandan keyin sizning izlab qo'ydigan yo'lingiz bor. Bir yaxshiroq yak apirib mehmon qilib o'tirib bir paranglashinglar, ha? Ma'qul, mening ishim sal aldirash. Qolgan gap keyin deyishlar. Bo'lamda? Hey dada. Dada. Kapkuk. Sabah? Qaytirqinib nima ko'ryapsa? Ma bizning tilak kostyumlarining yangi pasollari chiqdi-ki, shuni ko'rib o'tirishim. Sen kim qapsan-ku? Voy shu son ochdim tushib kelmamda. Bir ay sho'maganda. Hozir vaqting bo'lsa, menga bir yak bilib berish bera. Hozirmi? Ha. Sabah, biz kimni saqlayapmiz? Qara. Balni saqlayapmiz. Sen desem bağu Arman. U balning ismi Erpan. Lekin çok elim Erpan bilan qilch munosabat yo'q bir bala u. Yaxshimi Sabah? Yaxshimi? O'tiring. Güzel o'qitibsiz-ku. Rahmat. Men sizlarni bir tanishtirayday. Bu yoq bo'lsa Erpan, dadamning do'stining o'g'li. Men o'zim tanishtamsammi taniysizlar-ku, mening ismim Sabah, Daditola deganman shu. Bu yoqqa kelsak, bu yoq mening loyig'im, ham shundaqli bo'g'is yo'lishim. İsmi Arman. Mulozim, tomoq buyuraylik. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Tomoq buyuraylik. Sizdan kelsin. Mehmon emasmi? Sizdan kelsin. Maylimiz. Manondan. Ma'num qo'shib qo'yaylik. Bakchiq buyurtmadim Sabah. Siz sahibxon bo'lgandan keyin uning ustiga tomoq to'shib yerib ketib borsa emasmi? Shundaqmi? Mulozim, biz ham tomoq buyurmoqchi edik.
Növbəydə 2 kişilik. Çoğ taxsizlik rak qormisidan birini. Ma biliqanlar oxşaydığı, bunun birisi bolsun. Çoğ sayılarınlar, ma 2 çoğ sayıdan birdə 2'si bolsun. Anda sizlərinin alaydı çeyinlərdən birini qoşub qoyun. Yana ondan başqa alaydı çöpdən çoğ taxsizlikdən birisi bolsun. Tomoqlar bize köp vakitde yapılamazlar mı? Xatirjam bo'ling. Bizning aramizda uchun pishtish oshqog'anlar bor. Tugaydi. Bu yaxni sizning shopiringizmikin debdi. Men boya dedim-ku. Mening bo'lg'usi yo'ldoshim deb. Men sir chiqib, telefon parangiz kerak. Tezroq qaytib kirasiz, siz bo'lmasangiz ko'nolmaydi ekanman.